Bugun sizlar bilan qanaqa qilib Artkamda milliy gullarni chizish va ularga pardoz ochish yo'llarini ko'rib chiqamiz. Bizda shunaqa gulimiz bor. Biz buni gravirovka qilib roverda o'yib olamiz. Hozir bu yerda programma qilingan. Gravirovkasini simulyatsiyasini ko'radigan bo'lsak, roverda tak 45 gradusli tig'da uchi to'mtoq 45 gradusli tig'da gravirovka qilganmiz. Tak, hozir bunaqa tepadan o'ylab turamiz. Shunaqa gul hosil bo'ladi. Endi biz bunga o'rtasidagi barglariga va boshqa joylariga pardozlarni to'g'irlab chiqamiz. Xo'p, yoqib turamiz. Bekor o'chiribman. Mana shu joyda pardoz hosil qilamiz. Biz buning uchun вытягивание по двум направляющим degan funksiyani ishlatamiz. Biz bu funksiyani ishlatishga ikkita vektor chizib olganmiz. Birinchisi tashqi tomoniga arka qilib, ikkinchisi pastki tomoniga arka qilib. Mana bu yerda birinchisini belgilaymiz. Ikkinchisini belgilaymiz. Hop, keyin buni orasiga qo'yish uchun shu vektorimizni chizib olganmiz. Bu secheniyasi mana shunaqa secheniyada orasida bizda mana shu yerda hozir relyef hosil bo'ladi. Shuni belgilaymiz. Hop, simulyatsiyani o'chirib turishimiz kerak buning uchun. Boshqa talab. Birinchi направляющий, ikkinchi направляющий, secheniyamiz. Va bizda mana shunaqa pardoz ochildi. Tashqi tomondan ichkariga qarab sekin kirib ketyapti. Bu tomoni radiusli bo'lgan. Hop, shunaqasi hosil bo'ldi. Endi buni qoyatlariga ham bitta-bittalab qilib chiqsak bo'ladi. Mana bunaqa belgilab, keyin har bittasini belgilab, shunaqa qilib hammasiga to'g'irlab chiqsak bo'ladi yoki hop, shuni relyefni eksport qilib turamiz. Biror bir nom bilan oldik, keyin qaytib import qilamiz. Bu yerda bizda paydo bo'ldi. Endi buni hop, shu funksiya bilan krugovой massiv qilib aylantirib chiqamiz. Centrvashение 0,0 bo'ldi. Hop, bizda umumiy gullarning soni, yaprog'i soni tak 4 ta, 8 ta, 16 ta ekan. Hop, 16 ta bo'lsa, 160 gradusda 16 ga bo'lamiz. 22,5 gradusdan bo'ladi. Hop, shu yoqqa 22,5 gradus yozamiz. Bu yoqqa 16 yozamiz. Tak. Sentrini belgilaymiz.
Превращение bo'larkan. Ha, aytgancha bu mana bitta simmetrichniy emas ekan. O'shanga birinchi buni kopiya qilishimiz kerak. Chap tomoniga. Tak, bu bizaga tushmadi. Nega tushmadi degan savol bo'ladi. Hop, nega tushmaganini sababini ko'rib chiqamiz. Chunki bu bitta bo'lishi funksiya degan joyi bor. Split bo'lishi vысоте turibdi. Добавить qilishimiz kerak. Добавить qilsak tushadi. Hop, endi buni o'chirib tashlaymiz. Shu ikkitasini yana boshqa talab relief eksport qilamiz. Endi yana boshqa talab shu yoqqa kirib круговой массив. Bunisini 45 gradus. Bunisi 8 ta qilamiz. Bizda kopiya bo'ldi. Hammasi joyiga tushdi. Endi bularni stavить qilsak tush kerak. Endi bu yerda bitta xato bo'ldi. Mana bu yerda ikkita bo'lib qolganining sababiga bu chuqur bo'lib ketdi. 2 barobar. Buni qaytarib turib bittasini o'chirib tashlaymiz. Hammasini belgilab turib boshqa talab stavить qilamiz. Yana shunaqa bo'lib qoldi. Bittasini o'chirmanman. O'chirganda foydasi ham yo'q ekan, chunki tagida yana bitta birinchi qilgani turibdi. Shuning uchun ularni umuman o'chirib tashlab, ikkalasini ham boshqa taraf stavить qilamiz. Pardoz tayyor bo'ldi. O'rtadagi dumaloqni shunchaki redaktor forma bilan krug qilib ichkarisiga chuqur qilib qo'yamiz. Hop, endi ichidagilarini to'g'irlab chiqamiz. Xuddi shunaqa qilib belgilaymiz. Ikkinchisini ham belgilaymiz. Shunaqa yo'l bilan o'qib chiqsak bo'ladi.
Hop, endi lekin bizda bu hammasi bitta o'rinda bo'lib qoldi. Aslida o'rtadagi guli bitta pog'ona teparoqga ko'tarishimiz kerak. Shuning uchun bu yerda yana bitta vektorimiz bor. Uni belgilab turib, 4 millimetr tepaga qo'shib yuboramiz. Shunda bizda mana shunaqa relyef hosil bo'ladi. 2 qavatli pardoz hosil bo'ldi. Hop, endi gravirovkani simulyatsiyasini qilamiz. Bu yerda bizda kichkina tog'lar rubrika qilib chernoviga tayinlab qo'yilgan. Bu yerda liniyalar ochilgan. Boyagi gulimizni hop, alohida shularni o'zini belgilab chiqib, chizgan joyimizni o'zini belgilab chiqib, o'sha joyini o'ziga 3D tig'da konechniy sferический tig' bilan shunaqa nastroykalarda ochib chiqamiz. Bu yerda shunaqa trayektoriya hosil bo'ladi. Ko'rishimiz mumkin. Chiroyli pardoz hosil bo'ldi. Xuddi qo'l mehnatiga o'xshab chiqadi. Savollar bo'lsa, kommentda yozishingiz mumkin. Hammaga rahmat. E'tiboringiz uchun rahmat.